Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, xalqimiz boy bo'lsin, tafqamiz mudomma to'ylara, yaxshi kunlara buyursin. Inashlar bizning bayroqlarimiz yana yuqorilara ko'tarilaversin. Yurtboshimiz bosh omon bo'lsin. Bizga bugun nasib etsa Xudo xolsa Showa City domlarini yaqindan sizlarga tanishtirmoq uchun keldik. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bu hali hammasi emas. Getdik endi navbatda Showa City domaga ketamiz. Ina bu kvartiramizning tashqi ko'rinishi, yo'l tomondan qarang ko'rinishi. Agar mabodo sizlar hozir bu yerga kelib bu joyda olmoqqa ulgurib bilmay qolsangizlar, ina bu domimiz ham mart, aprel oylarida Xudo xolsa nasib etsa topshiramiz deb aytib turibdilar. Domlar sanoqli qoldi. 1-chi, 2-chi, 3-chi etajında bu o'zi bir xil siyanada ekan, 4-chi, 5-chi etajında puli kelishilgan narxda dedi. Mabodo siz Showa City kanalini ko'rib keldik desangizlar, pulini yana kelishadi. Agar mabodo shuna kelganda tepasangizlar, o'zimiz ham shu narsaga hissamizni qo'shamiz. Yana shu joyni hozir sizlar klientlari o'zlarini joyni topshirgan yillardan bemalol bizning kanal orqali ko'rib kuzatib boshlaringiz mumkin. Xulosa o'zingizdan. Showa City'den gelen bir xonadonimizni o'z egasine topshiramiz. Nasib etsin, mana shartnomamiz. Ko'plarni olish nasib etsin. Mana kalitlaringiz. Rahmet. Sog' bo'lin. Bizning joylarimiz haqida fikringiz. Joylarda ko'rdik, bizlarga ma'qul bo'ldi. 3 xonali joy oldik. Rahmet, quruvchilardan rahmet, sizlardan rahmet. Yangi yilda yangi joylar. Rahmet, sizlardan yangi yillar bilan tabriklaymiz. Rahmet size. İşlerinize rivoj, shunday joylardan köplerini bitirip halka takdim etip alkış alaveringler. Hem halk işleriniz eldine yürüsün. Sağ olun. Sağ olun sizlere. Yaş, to'ylab berib o'tirg'aysiz. Yaş. Yana bir klientimiz shartnoma pul qo'yib turibdi. Xudo xolasa 4-chi klientimiz. İki xonali kvartiramizni berdik yana. Kilitlerini topshiramiz. Shartnomamiz. Tabriklaymiz. Yangi yilda yangi joylar nasib etsin. Kilitlarini joyimizni. Ana nasib etsin to'ylab berib o'tirmoq. Yana bitta xonadonimizni o'z egasine topshiramiz. Tabriklaymiz. Yangi yilda yangi joylar bilan. Mana shartnomamiz. Mana kalitingiz. Ko'plarni olish nasib etsin. Rahmat sizlarga. Niyetlaringiz Niyetlaringiz yangi yilda. Yaş, to'ylab berib o'tirmoq nasib etdi. Tabriklaymiz. Assalomu alaykum, bizning ijtimoiy tarmoq orqali ko'rib kuzatib o'tirgan qadrdon do'stlar, hammangizga yana bir bora yangi 2026-yil bilan chin dildan, chin qalbdan samimiy tabriklayman. Yangi yilda har biringizga yangidan omad, quvonch, baxt tilab qolaman. Eng keraklisi 2026-yilda bir dona kilit tilayman. Bu kilit Showa City'dan kvartirani kilidi bo'lsin. Uning yanında bir dona Captiva'ni kilidi bo'lsin. Bugun sizlarga aytadigan bo'lsak, yangiliklarimiz o'ta ketgan darajada kuchli. Showa City xabaringiz bor. Domlar hozir tayyor domlarimiz bor. Tayyor domlar qani nerdan olamiz? Bizlar joy kerak deb turganlar diqqatlarini o'rtoqlar, domimiz tayyor bo'ldi. Yuqorida boshda aytib o'tib ketganman. Bultir aytdim bu narsani. Birgina pasport evaziga siz shu joyning egasi bo'lasiz va shu joyni olganingizdan keyin siz joydan xayr ko'rasiz, sotqi odam pulidan xayr ko'radi. Endi aytadiku, 1000 marta eshitgandan bir marta ko'rgani yaxshi deb aytadilar, to'g'rimi? Bilasizlar adresimizni Showatimizning qurug'ini yonida, Sex College'ni manglayida Showa City, Xorazm bino inshoot qurilish kompaniyasi tomonidan hamma odamlar bugun mehnat qilib turibdilar, lekin haqiqatdan ham sovuq demasdan yugurib kelib mehnatdan qilib turibdilar. Atgacha jonag'aram bu uyni remont qilib turgan, hozir aynan shu joyga kiramizdan pulini gaplashamiz. Nega ketdik. Like bos, yoddan chiqib ketmasin yana. Bu podez xabaringiz bor, ina podezlari Kasamara buradan. Eng keraklisi, endi lesizlar o'zi dik emasda, lesizlar yotiq keldim ajan. Mümkün mü ki bir yere girsek bulamam ki? Kim? Assalomu alaykum. Girsek bulamam? Assalomu alaykum. Chaqqanmisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Yemagana, sog'lommisiniz, kayfiyatingiz yaxshi? Bayramlaringiz bilan tandar tetikana. Nasib etgan Xudoyim. İçinde to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin, to'ylarga kelali, murodlar bo'lsin. Mana, yerda utsay. Kaç aldınız bunu? Yetaka deyizler. Neçe kvadrat eken bir? 55. 55 kvadrat eken. Kanalı. Pulunu neçe geliştiğinizler?
Qarang maganata ijtimoiy tarmoqqa qo'yiladi, YouTube kanalimizda Shavasidi kanalına qo'yiladi. Endi biz bir klientlardan bir gap aytadigan maqsadda yaningizga keldik. Erdin'den 10 milyon söyledim. 10 milyon so'm. Erdin'den 10 milyon söyledim. 2 yıllardan dedi 4 milyon 5 milyon tapkanını söylüyor sen dedi. 2 yıldan ki ipoteke kredi uçuk giderken kalan sunma. 20 yılken. Malades. Şimdi hava şakir. Onda bir falan summa to'lansin degani yo'q. Tapqapini so'rab boraverasiz. Hava. Hay? Uni yangi bir majburlash degan narsa, yangi bir sotib o'tib beraman degan yillari yo'q axir. Yo'q. Xursandsiz. Kardeşler hava. Shahotimizda şimdi bir tadbirkorlar borliklaridan şimdi bir ne degan bir ya bizga gaplashtiraylikdan. Bu yer ham bu chat turgan yer edi bu. Shu yerda kim o'ylabdi bir domla solinadi. Şimdi bir ajoyib bir yaxshi bir markaz bo'ladi deb. Hay? Acayip bin rahmet valla. Hurmatli bizni ijtimoiy tarmoq orqali ko'rib kuzatib turgan qadrlanan do'stlar, ina ko'rdingizlar. Hech qanday egenmagan ekanman men do'st aytganimda. Siz meni taniysizmi? Yok. Hay? Niye dersin? Men shu yerda Moskvaga yozganman. Shu yerda bobom bilan ina ko'rdingizlar. Hech qanday danishishlikda yerlar yo'q. Shunday geldikdan klientlarni o'zingizga e'tiboringizga havola qilib narsalarni. Necha komnat ekan? Assalomu alaykum. Chaqamiz mumkinmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmi? 2 komnatda. Ish yaxshimi? Sog'lik yaxshimi? Balga tartışıyor. Bundan gelmezlik için mi? Yukarıdan bu arada gelmedi, hem de işsiz saklıydı. Değil de. Hava soğuk bu arada. 2 komnatda ekan bu. Gel. İmunda bir kız var hani şu karaneli alıp satar şu şundan sonra. Alıp satar mı? Alıp satar mı? Buncha kvadrat ekan mi? Yine klientda gap tutdi 76 kvadrat yine. Kette bir. Bu girganda bani. Tuvalet, hava. Bir yana kuxnya. Yine neresi santexnik atablenlarına geladigan bo'lsak, hammasi ko'rib turibsizlar, zo'r, ajoyib, tayyor, tappa tayyor deydi qo'ying. Shu narsa shu. Buni puli birinchi etajga qarab qimmatlab, arzonlab, nelar bo'ladimi uni? Avan, ben sektörden 3. etajda kalıyorum. Avan. Summa, Avan. renkte 4 bölüm 5 geliştirip verirler. Ha, 4 bilan 5 gerçekten beriladi ular narsalarda. So'g'dan chiqib tayyor bo'lib turibdi. Dosh bo'lgan boshqa obuna bosib beraverdi deydi-ku. Yine neyse. Aytgandan bu ulu uchastka ekanmi? Ay. Sana uzayalım da. Kette. Bu zal ekan bay. Dushangmaymi? Ha? Yo'q. O'yinchilarni o'ynab to'ylanib, joy to'yda. Xudo xolasa nasib etsa kelamiz axir, Alloh taolo buyursa. Yine plitalar ham ajoyib qara. O'zimiz o'tay. Ishga yana qara. Zo'r. Xorazm bino inshoot qurilish kompaniyasi faqatgina insonlarni o'ylab imoratli, joyli, vatanli bo'lishlarini sababchi, asoschi deb bo'ladi. Alloh taolo shularni sababchi qiladi-da. Alloh rahmatli dadam aytadi, erkak kishi umri mobaynida bir joy solishi kerak, joy olishi kerak debdi. O'zi aytadi-ku, o'zbek bo'lsa tom quradi ekanlar. Shu uyni ulaytiraveradi, kuchaytiraveradi. Sababi eng kerakli yerida shu. Lekin menga bir narsa alam aytadi-da, hozir eng qiziqadigan yerlarim bor-da. Joyni solamiz, joyni olamiz, paloncha million olamiz, palon uylarni shu darajada remont qilib tashimiz, nima yem-ichki remontlarni qilib bo'lamiz-da, tashkimiz chaqada berib kelamiz axir. To'g'rimi? Shu tashkini uyda berish kerak-da.
Bizani kuzatuvchilar, obunachilar, sizlarga yana bir narsa aytib o'tib ketish kerak. Bu joylarimiz ayni vaqtda sanoqli joylar qoldi. Sababini aytib bo'lsak, joyni olib tutdigan remontlarni boshlab berdilar. Bir ham sotilib ekan. Meni o'sha remontlarni o'jarni kaptilar bu yera. Sotilgan ekan bu yera. Ey, buncha quyib qo'ydi uni. Hey? Suvoy stashka. Meni bo'lammi? Balkonlardan beradi. Balkonlarni bu yerdan berasiz, keyin bu yerga nima chiqib qo'yaman ikki kanalni. Bu balkon bu. Ha, kuxnyadan chiqiladi ekan bu. Temaki tortadiganlarga sigachaga do'llar uchun balkon ham toza havoda o'tirib turib, shadek o'tirib qarab, kuzatib turib, bizlarni ayni vaqtda men faxr bilan aytsam arziydi. Şavatimizda yangiliklar dim güçlü. 2025-yilda da mina bir yaxshi bo'ldi, zo'r yil bo'ldi, ajoyib yil bo'ldi. Sababi ko'p yerlarimizdan yangidan ta'mirlandi, qurilishlar olib borildi, necha xotira maydonlari tayyorlandi yana. Qolaversa o'yingoh tayyorlandi, u yer ham bitdi. Bizning qurug'imiz bitdi. Buni ishlab turgan har bir idora tashkilotlarini alohida o'z minnatdorchiliklarimizni bildirib o'tamiz. Yana o'rtoqlar, inomanda yo'lni usti qarab, hali bu yerdan qurilish boshlandi ekan bu yerdan. 9 etaj bo'lgan ekan bu yerda. Onda ofisiga kelgan vaqtingizda ofisiga turib, ofisda bemalol muloqotlari, ma'lumotlari ega bo'lib turasiz, asosan qistaming kelaverasiz. Inomanda yana quyib turib. Bugün ay? Aprilda topshiramiz. Mo'shara buni original versiyadan qo'yilgan. Esa ko'rib boramiz, bu yerdan bir ko'raylik qani. Svet sensin hech qanday ko'lchotirni yaratmaydi. Bular nima degan bu? Ha, zvonok ay? Zvonok. Ha. Shaqdagadan işte. Ha. Zvonok. Kanalı arka taraf balkonları. Birinchi kvadrat? Bu 55 kvadrat. 55 kvadrat ay? Balkondan chiqib. Hozir buni o'zini gali shu narxini ishqmini? Misol uchun sizlar hozir doğru pulni berib olaman deydi bo'lsa, hay, bu gali shu narxini chiqib oladi, necha so'm berasizlar? Kvadrati 5200 dan. Kvadrati 5.200.000 so'mdan ay? Ha. Bunlar hiç olsa yine hem gelişirler. Ofise gelseler bunu. Ofisga kelsalar. Keyin bizning Shava City kanalini ko'rib kelgandagilar yana alohida bo'ladi axir bu narsa, to'g'rimi? Balkonmi? Aytganim, yolg'iz kishini ko'rdingizmi? Eganmagan akamadi, 10 million so'm pul berdim dedi. 2 yil acha dedi, topgan pulingdan dedi, berib turasan. Ona bir summa qo'yilgan yeri yo'q-da. 2 yil acha Alloh taolo bir aytadi-ku, Alloh taolo hech qachon birovni azorat tashlamaydi-da. Sababi har bir gunohlarimizni ko'rib kechiruvchi zotda bizani qiynaltirmaydi Alloh taolo. Joy sangana, mashagana to'yatgana Alloh taolo beradi, kuch quvvat beradi, pul beradi, barakat beradi. Mana Biyantovga keladigan bo'lsa, Biyantovda o'zlarini Shava City'ni aynan shu markazida o'zlarini shu domni fuqarolari uchun o'zlarining adini bog'cha, bolalar maydonchasi, bolalar o'yingohi bo'ladi, o'zlarining adini maktabi bo'ladi. Endi aytadilar, yo ko'p yerlarda joy so'rab turadi. Maktab bilan deydi, bog'chasi yaqin yerdan joy kerak deb turganlar diqqatiga. Agar kelsangiz hozir ana xos vaqt bo'lib qoladi. Yana ko'rdingizku, 10 million so'm pul evaziga bir joyni olib o'tib remontini boshlab berganlar. Joyni dokumenti tayyor. To'g'ri keladi, odingizga o'tirib beriladi. Bunday muammo degan yerlari yo'q. Shaharning o'zida havolaringiz bor. Qurilishga kelgan bo'lsa, qurilishda yana bitgan, hali yana bitadi. Aprelga qarab bagi domimizdan bitadi. Bemalol Shava City'ni ko'rib keldik desangiz, statisikalar yana aksiya e'lon qilinadi. Bu aksiyani o'zingiz kelishadi. Agar kelishmayotgan bo'lsa, shu yerda bir telefon qilib, siz vaqtingiz bilan bizlarga kelamiz yana. Bugun ham bu yerda o'zimiz kelganimizda, endi
bir Allah Taala yolg'on gaplamaganlar bir klient bilan keldik. Bu klient ham ko'rib hozir xursand bo'ldi. Sizlar bizga ming tushuntirgan bilan siz baribir ko'rmaguncha u narsani egasi bo'lmaysiz. Ming marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi dedi. Ko'rgandan keyin like bossangizlar bizga xursand bo'lamiz. Sizning bosgan like'ingiz bilan dunyo o'zgarmaydi. Ya biza boyib ketamiz, ya bir dunyoga ketamiz. Siz bosgan like'ingiz sizning bir yaxshi insonga yetib borish uchun bir marta like egasi ayamanglar. Bizda faqatgina yaxshiliklar, yangiliklar bo'ladi. Bizning Shavositi kanalimizda shu vaqachali negativ videolar chiqqanlari yo'q. Sababi hayotni faqat negativ bilan almashtirmash kerak. Hayotda faqat nima deydi? Eldinga yomonlikni qo'y, yaxshilik kelsa vaqting deydi, to'g'rimi? Bizlara Alloh taolo yaxshilikdan bersin, didorimiz to'ydan bersin, yaxshi kunlardan bersin, xalqimiz boy bo'lsin. Yana yangi yilni kutilmayotgan necha xasta bemorlarimiz bor. Alloh taolaning dardidan shifo tilayotganlar bor. Alloh taolo xudoim shu dardidan shifo bersin. Musofir yurtlarda yurgan insonlarimiz va Alloh taolo safaringizni bexatar etsin. Xudoim shu do'lib toshib kelsa kalamimizga baraka berib turib, kelgandan keyin shu yerda joy olganingizda, joy tomsa gaplab turish menga ham nasib etsin. Bu hali hammasi emas. Biz faqat siz bilanmiz. Okey.